Kommentariyni o'qiyapman. Ayol kishilarga ham ish chiqaring deb yozyapsizlar. Mana akalar, opalar, ayol kishilarga ish chiqaryapman. 18 yoshdan to 55 yoshgacha bo'lgan opalarimizni taklif qilamiz. Pищевое производство, короче, pelmen qiladi, bulochka qiladi, xamirdan har xil narsalarni shirinlik qilinadi. Bu yerda yotoq joy beradi, registratsiya qilib beradi. Moskvada, metro Orexovada. Akalar, opalar, videoga bir donadan like bosamiz, shu videoni tanish bilishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Mana ayol kishilarga ish. Oson ish, yengil ish so'radilaring. Mana sizlar uchun oson, yengil ish chiqaryapman. 3700 rubl smenasi, yotoq joyi бесплатный. Akalar, opalar, like bosamiz, videoni tarqatamiz. Обязательно kommentariyga o'tib kommentariy yozamiz. Sizlarning kommentarilaringga qarab inshaalloh ish chiqaraman. Ish vaqti soat 8 dan 8 gacha. Nima ish qilinadi deb so'raysizlarmi? Mana qo'yib beraman ish. Условиясini aytib o'tdim. Kimgaki ish kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga srochniy aloqaga chiqinglar, joylarda zanit qilinglar, kelinglar, ishlanglar, pulni oylar. Akalar, opalar, kommentariyga o'tib kommentariy yozinglar, har bitta kommentarilaringizni o'qib, shunga qarab ish chiqaraman inshaalloh. Rahmat, videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun sog' omon bo'linglar. Alloh panohida bo'linglar.